O'zbekiston tarixida muhim o'rin tutgan Jadidlar harakati, uning yetakchi namoyandalari va ular qoldirgan boy madaniy hamda ma'rifiy meros bugungi kunga qadar o'z mavqeini yo'qotmagan. Abdurauf Fitrat Abdurauf Fitrat adabiyotimiz tarixida shoir, olim, nosir va dramaturg, o'qituvchi va ma'rifatparvar sifatida muhim o'rin egallaydi. Abdurauf Fitrat 1886-yil Buxoroda ziyoli oilasida tug'ildi. Adib Turkiyada Istanbul Dorulfununda tahsil oladi. U yerda zamondoshlari bilan birgalikda Buxoro ta'limi ma'orif jamiyatini tuzadi. Turkiyada tashkil topgan Buxoro ta'lim ma'orifi uyushmasida faollik ko'rsatadi. Uning ilk to'plami 1911-yilda Sayha chorlov nomi bilan chop etiladi. Turkiya Dorulfununida o'qiyotganida jadidchilik g'oyalari bilan tanishib, shu g'oyalar bilan sug'orilgan asarlar yozdi. U Turkiyadagi tahsili davrida o'ziga Fitrat deb taxallus oldi. Fitrat 1917-yili fevral inqilobidan keyin Hurriyat gazetasini tashkil etdi. Unda xalqni istiqlol uchun kurashga da'vat etuvchi she'r va maqolalarni e'lon qildi. Uning Qon, Begijon, Temur sag'anasi, O'g'uzxon, Abu Muslim, Hind ixtilojchilari, Chin sevish kabi dramalarida milliy mustaqillik uchun kurash mavzui tabiiy ifodasini topdi. 1922-yili nashr etilgan O'zbek yosh shoirlari to'plamida Cho'lpon, Elbek she'rlari bilan birga Fitratning she'riy asarlari ham ilk bor o'zbek o'quvchilariga havola etildi. U mazkur to'plamga kirgan Mirix yulduziga, Behbudiyning sag'anasini izlab, Sharq, Shoir kabi she'rlarida millatparvar va vatanparvarlik pozitsiyasiga qat'iy turganini yana bir bor namoyish etadi. Shoir ijodi va dunyoqarashdagi ana shu hol keyin ham susaymay u Abulfayzxon, Arslon va Voze qo'zg'oloni, Shaytonning Tangriga isyoni kabi dramalarni yaratdi. Fitrat yirik olim, adabiyotshunos sifatida ham bir qancha asarlar yaratdi. Fitrat tashkilotchilik faoliyati bilan ham shug'ullanib, 1921-1923-yillarda Buxoro Xalq Jumhuriyati ma'rufi xalq noziri bo'lib xizmat qilgan. Fitrat 1921-yilda Sharq musiqa maktabini tashkil etgan. Uning tashabbusi bilan Buxoro sharq maqomi Uspenskiy tomonidan ilk bor notaga olinib, nashr etildi. 1923-1924-yillarda esa Frunzichilar tomonidan quvg'in qilingan shoir Moskvadagi Sharq tillari institutida ilmiy faoliyat bilan shug'ullandi. Fitratning o'zbek tili grammatikasiga oid darsliklari 1925-1930-yillarda 5 marta chop etilgan. Tilshunoslik va adabiyotshunoslik bo'yicha olib borgan tadqiqotlari uchun Fitratga o'zbek olimlari orasida birinchilardan bo'lib professor unvoni berildi. Fitrat 1938-yil 4-oktyabrda Abdulla Qodiriy va Cho'lpon singari yozuvchilar bilan birga otib tashlandi. 1991-yil 25-sentyabrda Fitrat o'zbek adabiyoti rivojlanishidagi xizmatlari uchun Alisher Navoiy nomidagi Respublika davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Jadidlar o'zbek xalqining ma'naviy uyg'onish davrini boshlab bergan ulug' siymolardan edi. Ular o'z asarlari, maktablari, teatr va matbuot orqali xalqni yangi hayot sari yetakladilar. Ularning nomi va merosi bugungi avlod uchun ham ibrat manbaidir.